Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar bizga mana shu skuterlar kelyapti. Tezda. Deyarli bularning kasali bir xil bo'lyapti-da. Buni sababini aytib qo'yishlik maqsad qildim men. Bu nimaga unaqa desanglar, buni hammasi kompyuter kuyib kelyapti. Buniki ham kompyuter kuygan, buniki ham kompyuter kuygan. O'yli skuterlar bularniki ham kompyuter kuygan. Buni sababi hozir tushuntirib o'taman. Buni sababi ko'p o'zi. Masalan, naguzkada kuydiradi, ko'p odam minib olib kuydiradi, boshqa qiladi. Shuni yana bitta sababdan yana bittasi tormoz bosganda o motorni mana kompyuter uzish kerak tokdan. Shunda keyin naguzka bo'lmaydi. Tormoz bosganda motor uzadi buni, keyin u to'xtaydi. Ashunda naguzka kelmaydi motorga ham. Kompyuter emas, kontrolyorga. Endi biz tilga yangiroq bo'lsin deb kompyuter deb qo'yapmiz, shuni ham kontrolyorni kompyuter deyapsan deb bir ikkitasi yozibdi. Bilamiz kontrolyor, endi yangiroq bo'lsin deb ashuna qo'yamiz. Endi mana skuter ham mana shunaqa sabab bilan kelgan. Buni kontrolyori mana. Mana shu kontrolyor kuygan. Buni ham men tekshirib chiqdim, mana shu sababi shu Samat armajina bo'lgan yuravergan. Shu bilan kuyib qo'ygan. Endi buni shtekillari ham boshqa, simlari ham boshqa. Mana endi peridelka qilib biz o'rnatdik mana. Mana gazlarni uladik. Mana motorimiz sistemasi mana shu. Mana endi boshqa narsalar ketadigan toklar. Endi men hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir gazni bossam mana yoqqanda. Bismillah. Yurdi mana. Qo'yib yuborsangiz to'xtadi. Endi mana shu gazni bosib turib, tormozni bosganda gazni bosib oyog'imizni kesib turamiz. Mana endi tormozni bossa motor uzilishi kerak to'xtadi mana. To'xtadi motor. Bu oldi tormoz, shuning uchun orqaga daxli yo'q. Mana qo'yib yuborsang yurdi. Bossa ham to'xtadi. Qo'yib yuborsa yurdi. Mana. Mana endi orqa tormoz mana shu orqaniki mana. Motorni uzdi. Hozir mana shu motor uzilmay ulangan holatda tursa, mana shu motor kuyadi yoki kontrolyor kuyadi. Hozir motor uzilgan. Hozir tormozni qo'yib yuborsam, yana aylanib ketadi. Mana qo'yib yuboryapman. Mojilyapti sekin, lekin yurmayapti mana. Mana borgan sari jilyapti tormoz kalotkasi. Ana uradi. Shunaqa holat bo'lsa, kuymaydi motor. Shuning uchun shuni ko'rsatib qo'yishni maqsad qildim. Chunki ko'pchilik odamlar mana shunaqa qilib kompyuterni, kontrolyorni, motorni kuydirib olib kelishyapti-da. Shuni oldini olib ko'rsatib qo'ydim. Buni qayerdan bilamiz desak, masalan, skuter ketayotganda tormozni bosib, gazni bosib ko'rasiz. Shunda tormozni bossiz ham talpinaverayotgan bo'lsa, unda shu to'xtatadigan sistemasi ishlamay qoldi buni. Masalan, yurib ketyapsiz, tormozni bosganingizda gazni ham bosib ko'rasiz. Shunda talpina oladigan bo'lsa, oldiga yuraman deb intila oladigan bo'lsa, demak, shu uzib qo'yadigan sistemasi ishlamayapti. Shunaqa mahalda kompyuter kontrolyor ham, motor ham kuyadi. Endi darhol bilsangiz o'zingiz qilib qo'ying. Yo'q, mana qismlar uzib qolishi mumkin. Sababini istab bilsangiz o'zingiz qilganingiz. Bilmasangiz shu ustasiga ko'rsatib oldin olib qo'ysalar, inshaalloh mana shunaqa kompyuter, motor kuyishlar bo'lmaydi. Endi kimgadir foydali bo'lsa, akalar bizga like bosmasanglar ham Alloh rozi bo'lsin deb qo'ysanglar kifoya. Shu bilan qisqacha videomiz tamom. Yana efirda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.